Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga bir tonnali separatorlar remontga kelyapti. Hop, bunisi Qoraqalpog'istondan keldi, balansirovka, kapremont. Bunisi Namangan shahardan kelgan. Bu ham balansirovka. Bu Toshkentdan kelgan, buni ham balansirovkadan qilib qo'ydik. O'zi tayyor. Xudo xolasa kuzatishda davom etsalar, balansirovka ishlashlari bilan ko'rsatamiz. Hozir buni ko'rsatamiz. Mana balansirovkasi. Mana ishlayapti, yurib ketgandi. O'shasida remont ishlarimizni boshlaganmiz. Bu separatorimiz sheftimni almashib balansirovkaga bo'ldi. Xudo xolasa mana Qoraqalpoqlik separatorini olishyapmiz. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib balanslarini qildik. Ishlashlarini ko'rsatamiz xudo xolasa. Hop, katta xatolik yo'l qo'yilgan. Chashkani mana bu usulda qo'yib qo'ying. Bunaqada to'g'ri kelmaydi. Buni har doim bunaqa qalpoqcha tomoni ichkari tomonga bo'lishi kerak. Bu tomonga qo'yilsa, o'zini vazifasini bajarolmaydi. Mana shunday qo'yiladi. Hech bo'lishga Qoraqalpog'istondan kelgan separator. Toshkentga beryapti. Unga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qiling.